Nurg'un kishilar Jonfeyni nihoyat qo'pol, boshqalar bilan ap o'tolmaydi. Uning bilan aralishish nihoyat tez deb o'ylaydi. Siz ham shunday qaramsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalig'im ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Lyubininki inisi Jonfey nihoyat qo'polladi. Boshqalar bilan osonla urushib qoldi. Ammo Jonfeyning yana bir aloyihligi nima degan vaqtda boshqalarni qoyil qilishni biladi va boshqalar bilan do'st bo'la oladi. Masalan, nurg'un vaqtlarda biz qaraydigan bo'lsak, Jonfey ma'lum bir kishini terik turib, ochchig'ini keltirib qo'ygan bo'lsa-mu, u darholla chiroyini o'zgartirib, kulib turib, undan kechirim so'ray oladi. Uni taklif qila oladi va o'tkazgan xatolig'i ustida pushaymon qila oladi. Demak, shu orqali u kishini qoyil qila oladi degan gap. Masalan, Jugolian terik turib qochirib qo'ygan vaqtda u oldiga berib, kechirim so'rab, uni qaytarib olib keladi. Pantungni ketishga majburlab qo'ygan vaqtda u kallasini ishiltib Pantungni ep qoladi. Demak, mushu xil ahvollardan qaraydigan bo'lsak, amaliyotda Jonfeyninki hissiy ko'rsatkichi nihoyat yuqori deyishga bo'ldi. Boshqalar bilan munosabat qilish, boshqalarni yeni tutib turish iqtidorini bo'sh chog'lab bo'lmaydi. Shunga bir odamninki ma'lum bir qilmishlar qarabla uning baho bergili bo'lmaydi. Agar sizmi texmi ko'p do'st tutay, texmi ko'p kishilar bilan ap o'tay desangiz, chuqur boshqalar bilan yaxshi bir munosabat qila oladigan bir ruhiy holatni, psixik sapani hozirlashingiz kerak. Agar sizim bu so'zlarimga qo'shilsangiz, inkas rayoniga 6 raqamini qoldirib qo'ying. Texmi ko'p kishilarning foydalanishi uchun filmni tarqatib qo'ying. Ham iyilik tiklashga, javondarchilik oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchir qiling.